好，欢迎同学们来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Sekila Eskai。今天我们要学习的是第6单元的第2部分。咱们呢，先来看一下我们今天所学的生词总动员。第一个，快递，快递怎么写的呢？一个竖心旁，横折横撇捺，地呢2个点，就是弟弟的地，我横折横，竖折折钩，竖撇能的根，aldığı再加一个走之底，快递。那快递degenimiz tez yollanma tez yollanma。那么一般情况下呢，这个快递不是个就背了通的学给多子，几乎很多人都在这个网上买东西啊。很多人在网上买东西。那网上买的东西，人家是怎么给你的呀？他就是给你快递过来的，快递过来啊。然后呢，我们就会经常接到什么顺丰啊、圆通啊之类的电话，您的快递到了，麻烦您来取一下。您的快递到了，麻烦您来取一下。这个快递就是我们现在的这个 tez yollanma。那么快递іңіз келді болса，您的快递到了。那快递іңізді ilib елің десек，麻烦你来取一下快递麻烦你来取一下快递。Әніңден кейін mən мұшу tez yollanma evettim desek，我要寄快递。我要寄快递。那现在这个寄东西，这个快递这个行业也发展的非常快啊。现在快递行业发展的非常快。hazır mı şu tez yollanma mı şu kes tez tarih kıvatıdı。比如说以前呢，我们要想给谁寄个什么东西，burun biraz adamga bir narsani evet vermekçi bolsak， poçtxanaga berip我们要填单子填那个，然后有很多。就是你必须自己亲自去一趟，然后再回来，怎么样？比较麻烦。那现在，我还用不用说是去要快递公司和别人的没有？如果条件允许的话呢，你可以在手机上面下单，而且telefonla，我们说上门取件的boyda uyingizga kelib mushu narsalarni evaladığan qısı boludu torda。寄件人、收件人了那个SMI adresi yani narsalarni to'liq yozib bo'lgandan keyin，大概在vaqtini yozib qo'ysiz qachon kelib ilib oladi的，然后什么什么时间他们那边会来人degandek，那kelib posilkangizni jinglab o'lchab andan keyin ag'ashga yetadi o'zlari sevitadi。那现在怎么样？非常的方便。我们可以说现在的生活实在是太方便了。好，那么快递 tez yollanma， 那你们deymiz tez yollanma evet diş bolsa 寄快递，asa 取快递取快递。下面一个东西，东西，横撇折竖钩撇点，西呢横竖横折钩撇竖弯横，东西。这个字呢，我们以前学过东西的bir öğrengen。birinci to'nulab东西degan vaqtimizda sharq g'arb bo'lib qoladi。那东西bo'lsa narsa bo'ladi。bu nima narsa？这是什么东西？这是什么东西？ bu mening narsalarim， 这些是我的东西，这些是我的东西。desak bo'ladi。东西 narsa kerak。Нәрсе кереклеріңізді жиғыштырып болдыңызмы？东西都收拾好了吗？东西都收拾好了吗？ desek bo'ladi。下面打包，打包，一个提手旁，然后横竖钩，包呢是撇横折钩，横折横，竖弯钩。打包degenimiz就是我们平时所说的这个 ormak的qo'yimiz qo'y。其实ingliz tilida经常打包我们davrilimiz qo'y。就比如说我们去吃饭的时候，tamaqga去吃饭tamaq yegil bordik，饭没有吃完，tamaqni yeb bo'lamadik，怎么办？我们说老板打包，老板
打包，那就是什么tamaqlarni qachilab bering, o'rab bering degan ma'noda。那除此之外呢，我们在这个寄东西的时候，mushu biror narsalarni boshqa yerga avatgan vaqtimizda要先打包avval uni nima ish qilishimiz kerak, 打包 qilamiz. Bunda bevosita qarshi tarafga tutqizib qo'ysak, 人家是不收的要先打包打包，知道了吗？下面呢，干果。这个我们前面在那个学葡萄的时候，我讲过一个葡萄干，葡萄干也是属于我们这个干果的一种干的那么kuruq对吧？横竖，果呢是米外水果的一个果，那干果的那么就是kuruq米外。yani biz shu yerli mishlarda qo'yamiz过，都是干果像我们说的核桃巴旦木呀，还有杏仁呐。这些都是属于干果。那uydagi quruq mevalar, quruq yem-yemishlar tugab qopti, berib ozroq setib eling. bo'lsa,家里的干果快完了，你明天去买一点吧。家里的干果快完了，你明天去买一点吧。desak bo'ladi干果。多吃干果对身体好干果呢ancha-muncha yeb qo'ysak salomatligimizga foydali。好，下面一个呢，财横竖钩撇，财的意思呢是 oldin。那一般情况下biz bir ishni qilib, ma ish bitib bo'lgandan keyin oldin ma ish bo'ladi desak, 就是这个财 deganni ishlatamiz。比如说我man tamoq yeb bo'lib oldin uyga ketaman desam, 我吃完饭才回家。我吃完饭才回家 desak bo'ladi。那么再比如说oldin的其实就跟那个然后的一个o'xshash。再比如说你先完成任务才能走。siz avval nima vazifani bitkazib bo'lsangiz, oldin ketsangiz bo'ldi。你先完成任务才能走。我们只有好好学习才能考上大学。biz faqat yaxshi o'qiganda oldin oliy maktabga o'talaymiz desak, 我们只有好好学习才能考上大学 desak bo'ladi。才知道了吗？下面一个呢，打开横竖钩提，横竖钩，开呢横撇竖，我们之前也遇到了很多次了nurg'un qitim chiqib bo'ldi。打开deganimiz ichish, unda yipig'liq narsani ochsak uni打开deymiz。masalan, hozir derizni yipayotgan holatda turdi, bu derizni ichib etdim desam, 把窗户打开，把窗户打开。eshikni ichib etdim desam, 把门打开，把门打开deymiz。那么ocholmadim, ichilmayotidi desak, 打不开desak bo'ladi。这个门打不开，这个门打不开 desak bo'ladi。那这个呢是打开。什么什么什么的话，那这个的话的意思呢，一般情况下是 bo'lsa deymiz。Buningga ko'pincha qanday jumlada ishlatamiz desakchi, agar mundaq bo'lsa, masalan, agar yomg'ir yog'adigan bo'lsa, men o'yinga chiqmayman。如果明天下雨的话，我就不出去玩了。如果明天下雨的话，我就不出去玩了。mundaq bo'lsa degandek. agar u keladigan bo'lsa, menga uqtirish qilayotgan. 如果他来的话，如果
他来的话，告诉我一声。告诉我一声，如果他来的话，告诉我一声。什么什么的话，agar mundaq bolsa degan mushu bolsa deganimiz的话. Men sen bolsam bu gapni demaydim. 我是你的话，我是你的话，就不会说这句话。我是你的话，就不会说这句话。下面收到，收到 topshirib ilisha 收到两个字我们以前呢都学过了，我就不多说了。那比如说 men bir futur topshirib aldım desek 我收到了一个信息，我收到了一个信息。其实mush telefoningizga futur kelgan chaqda men 收到一个信息 deb chiqdi就是这个bir futurni topshirib oldik deganda 收到，我收到了一个任务。Men bir vazifa topshirib oldim deganda. 下面一个称，称撇横竖撇点撇横勾竖勾点点撇点称jinglash jinglamaq degan ma'noda. Masalan, bu olmani jinglab beqinglar qancha kilo chiqadi ekan desak, 称一下这些苹果有多少公斤。称一下这些苹果有多少公斤。那өзіміздіңкі мүші еғірлігімізді жыңлаған болсақ, 称体重，称体重。әттіге өзімді жыңлысам 90 кило шықтым десек, 今天早上称了一下体重90公斤 десек болады. 今天早上称了一下体重90公斤. әлбәттә, мұнда қамаса. 下面一个呢，重量，重量，重。撇横竖横折横横横竖横，量呢是上面一个日，能的跟横格了竖横折横横横竖横格了，重量你们不一个1个1个qanchalik ekan desak重量是多少？重量是多少 desak bo'ladi。然后能的跟麻烦，麻烦。点横撇ichida ikki tal mu fanna一个火能degan bir tal ye麻烦deganimiz avar qilish avar qilmoq yana avarchilik degan ma'noda. Masalan, bir ishni bu ish bak avarchilikkan desak, 这件事情太麻烦了，这件事情太麻烦了desak bo'ladi. Undan boshqa sizni avar qiladigan bo'ldim desam, 哎呀，麻烦你啦 desek bo'ladi. 麻烦你啦。那一般情况下就是boshqalardan biror ishni biz munda qilib beralamsiz deb so'rg'an vaqtimizda, o'tingan vaqtimizda 麻烦你怎么样. Masalan, xafa bo'lmay deymiz odatda. xafa bo'lmay小王ni chaqirib beramsiz desam, 麻烦你叫一下小王 deganga o'xshashsa, boshqalarni avar qilgan bo'lsak, avar qilgan bo'ldim desak 就是麻烦 deymiz. 那太麻烦了 bak avarchilikkan 这个词我们生活当中非常这个用的非常的多那得jiq ishlatamiz. 下面一个呢，张，张横折横竖折折钩撇横竖提捺张。Keyin miqdor so'z deb turgan 量词，那 miqdor so'z bo'lgan chaqda varaq bo'lib qoladi. 那这个呢就是一张，mana 一张 deymiz. Ma bir bet bo'lsa 一页, ma bo'lsa 一张, bir varaq qog'oz, 一张纸, 一张纸. Manga 2 varaq oq qog'oz bera desak, 给我2张白纸, 给我2张白纸 desak bo'ladi. 下面填写，填写一个土，然后一个针，是不是针？我们第一课就学了填写呢就是izichki写，填写就是 to'ldirish。那一般情况下bizga bir talon yoki bo'lmasa bundaq konvert yoki bo'lmasa jadval qatorliq narsalarni表格呀，或者说是一些什么单据呀之类的东西
üstüge yazgan vaktimizde onu biz 填写 deyimiz. 那比如说biz这一课我们学的是这个记东西嘛，posulkalarni evetishtirgandik. 那你要记东西的时候，你要填写一张单子啊。kimga evetsiz, kim evetiyotidi degan narsani yozamiz. Shu yozishni nima deymiz? 填写。那我会怎么说呢？你说麻烦你填写一下这张表。bu jadvalni bir to'shtirib olsangiz, 麻烦你填写一下这张表 desak bo'ladi. 这是填写。收件人收degan topshiriq va 件 deganimiz 就是说narsa kerakni ko'rsatib beradi. 人 deganimiz 那收件人就是 topshiruvchi. nimani avatgan bo'lsangiz shuni topshiruvchini 收件人 deymiz. topshiruvchining ismini yozib olsangiz bo'pti ekan desak, 麻烦您写一下收件人的姓名。麻烦您写一下收件人的姓名。那 topshiruvchining telefon nomeri qancha desak, 收件人的电话号码是多少？收件人的电话号码是多少 desak bo'ladi. 那收件人 topshiruvchi bo'lsa, 那 avatchi yo'llovchi 是 kim? Uni nima deymiz? 寄件人寄件人 deymiz. 那比如说寄件人的电话号码是多少？那avatgan odamniki yo'llagan odamniki telefon nomeri qancha desak, 寄件人的电话号码是多少？那yo'llovchininki konkret adresi nima desak, 寄件人的详细地址是什么？寄件人的详细地址是什么 desak bo'ladi. 收件人寄件人，收件人是我posilkani topshiruvchi, 寄件人是 avatgan odam. 寄件人ga o'zingiznikini yozasiz, 收件人ga qarshi tarafnikini yozasiz. 详细, hozir dedim 详细地址 dedim ku, 详细deganimiz tafsiliy bo'lgan, konkret bo'lgan, tafsiliy bo'lgan degan ma'noda chiqadi. 那怎么写的呀？一个言字旁，niki qo'ydagi yang. 那细呢，一个绞丝旁，一个田，详细。tafsili mazmunni deb beray. 详细内容明天告诉你。详细内容明天告诉你。Zodi nima ish yuz berdi tafsilidan degan bo'lsa, 那到底发生了什么事？你说的详细一点。到底发生了什么事？你说的详细一点 desak bo'ladi. U bu mazmunni nihoyatda tafsiliy yozibdi desak, 他把这个内容写得很详细。他把这个内容写得很详细 desak bo'ladi. 下面一个呢，急 hamda degan ma'noda bo'ldi. Ya'ni biz shu burun o'rganganlikqa h deymiz ku, h bilan deganga o'xshash. 其实跟它意思差不多， lekin odatda kitobiy tilda biz 急什么急什么 deymiz. 比如说老师odatda ingliz tilda muallim bilan o'quvchi desak, 老师和学生 deymiz bu. Kitobiy tilda so'zlagan vaqtimizda 老师及学生 deb olamiz. Hamda o'quvchilar 老师及学生 degandek. 包装上面那个打包的个包，撇横折钩，横折横竖弯钩。装呢，安装的装服装的装。点提竖横竖横，点横撇竖提撇捺。包装这个呢就是o'rma. 那打包bilan ne munosib? 这个打包bilan o'xshashmi? O'xshamaydi. 包装deganimiz buni o'rg'an tashqi teshidagi narsalarni biz 包装 deymiz. Masalan, haqlarga so'g'ib bergan vaqtimizda bir qog'ozlarning ichiga o'rib oladi, chiroyli qog'ozlarga. Uni biz qog'ozni 包装纸 deymiz. Men so'g'i olgan vaqtimda bu so'g'ini men o'rab bering degan bo'lsam, 麻烦你给我包装一下deyman. 包装一下deyman. Uni men 打包desam bo'lmaydi, chunki 麻烦你帮我包装一下
对吗？那打包degan vaqtida amaliyotda uni uchun ya eshikkilam qochilib etish ya bo'lmasa xaltiqlam qochilib ko'tarib manganda那个叫打包。lekin biz haqqa so'g'ib bergan vaqtimizda，那你觉得你应该送一个打包了的东西，还是一个包装的东西？包装肯定是好看的啊，chiroyliroq qilib bundaq qoplab bersa包装bo'ladi。好，下面呢，对方qarshi taraf，qarshi taraf，对呢就是对不对的对，方呢就是方向的方，对方。那比如说，我们在寄东西的时候，我们去bir narsani avatga vaqtimizda pul to'laymiz，是你付还是对方付？siz to'lamsiz yoki qarshi taraf to'lamdi degan vaqtida，你付还是对方付？你付还是对方付的？这个地方的对方呢，就是 qarshi taraf degan gap bo'lib qoldi啊。那对方 qarshi tarafni men tunimaydi ekanman，我不认识对方，我不认识对方desak bo'ladi啊。对方，那odatda biz taraf qarshi taraf deb biz taraf degan chog'da chu 我方 deb deydi啊，我方怎么怎么怎么样，对方怎么怎么怎么样 deb desak bo'ladi。下面一个付款，付撇竖横竖勾点，款呢横竖横横横竖勾撇点，然后这边是一个欠撇横勾撇，那付款，款degan pul，付degan topshirish，那付款deganimiz就是 pul topshirish。我们在商店买东西的时候，magazinde bir narsa sotib olgan vaqtimizda，你要干什么呢？付款啊！你买完东西要付款。narsa kerak sotib bo'lgandan keyin pul berishingiz kerak。买完东西要付款。那这个我们在网上买东西的时候，to'rda bir narsa sotib olgan vaqtimizdami付款deb xat chiqadi-ku，付款deganimiz就是pul to'lang degan gap。to'rda narsa sotib olgan vaqtimizda 付款bo'lsa pul to'lang degan gap。好，最后一个呢，保管，保管，一个单人旁，一个口，一个木。管呢是一个竹字头，然后呢一个点撇横勾竖横折横横折横啊。保管deganimiz bir narsangizni men saqlab bergan bo'lsam，那uni men 保管deyman。比如说ochiqchingizni men saqlab beray desak，你的钥匙我帮你保管，你的钥匙我帮你保管。那么其实就是说ma'lum bir narsamizni yana bir odamga berib mushu odam shuni yaxshi qo'yib saqlab qo'ygan bo'lsa-chu degan bo'lsak uni 保管 deymiz。好，unda bo'lsa bugungi so'zimiz yerda tugabdi。那men bilan bir o'qib o'tamdi。快递，快递，东西，东西，打包，打包。干果，干果，财，财，打开，打开的话，的话，收到，收到，称，称，重量，重量，麻烦，麻烦。章，章，填写，填写，收件人，收件人，寄件人，寄件人，详细，详细，急，急，包装，包装。对方，对方，付款，付款，保管，保管。好，那读完了啊。今天的作业呢是每一个生词抄2行，选择其中的10个造句，作业一定要按时完成。好，那我们下一期再见。